Assalomu alaykum parandachiz kanalining hurmatli obunachilari va YouTube kuzatuvchilari. Xudo xolasa Andijon qo'riqchilarimiz bugun zot borasi 2 kunlik bo'ldi, lekin holatlarni bitta ko'rib qo'ydi aka. O'zingizlar uchun bitta baho berib qo'ydi. Andijon qo'riqchilarimiz holatlari ideal zo'r variantda ketyapti. Bunga sabab avvalo Alloh qo'limizdan kelgancha yaxshi boqishga harakat qilyapmiz. Holatlarni qarang aka. Ancha-munchasini bir haftalik, 4 kunlik, 5 kunlik jo'jasidan deganlardan qarasam bo'lmaydi yo'q jo'ja. Buni sababi mana jig'ildonni ko'ringlar, jig'ildonlarni hammasiga ketib qoldi. Ular turibdi, xudo xolasa buni sabablarini qilyapmiz. Hamma jo'jalarimiz sog'lom, maza qilib jamoat yetkazsa seriya qarang donlarga. Shunda aniq berib qo'ying. Hammasini jig'ildonni to'ldi. Naktada bo'ladi, jamoat jig'ildon qarang, bu jo'jada jig'ildon. Buni yetirgandan keyin qanday ishimiz kerakda? Ular aka nima yeyapti, bu darajada sevib, nimani iste'mol qilishyapti, talashib qolishib, qarang aka. Bu nima Muhammad aytib keladiganlar, qanday darajada o'ta ko'p aytibdi. Akalar bu don va tuxum beradi. Bugundan beri boshlaymiz tuxumni. Tuxumlarni bosib berishni boshlaymiz. Xudo mana bir mahal o'tgan berishimiz, yana qolsa iloji boricha ikki mahal berishga harakat qilamiz. Jig'ildonlarni qaranglar, aka jo'jalar. Hammasini kerak, bir xillar aka. Solashib yeyishni qarang, bular aka, endi qarang. Yeyishni qarang, bular aka. Bitta baho berib qo'ying. Tuxumlarni jo'yaplarmi? Tuxumlarni saqlayaptilar mana. Ta'sirib beryapmiz aka. Menga tuxum bergandan keyin bu yo'llar aka. Dinozavrga ta'sir beradigan jo'jalar bor, xudo xolasa. Ikki holatda qarang aka. Kamini berib olaman aka, olib kelavering deb o'ylayapti, qarang. Bitta baho berib qo'ygan aka bunga. Qoni to'q, suv, joyda, hamma narsasi yaxshi. Xudo ertaga vitamindan berib boshlaymiz. 7 kunlikda ko'rasizlar buni. Aka mana bir haftalik jami deb olasizlar akalar. Xudo xolasa, inshaalloh ko'rsatmaysin. Qo'limizdan kelgancha chiroyli, sizlarga manfaatli bo'lsin deb jo'jalarimizni har kunlik videosini qo'yib boryapmiz. Kanallarimizga, Instagram, YouTube kanallarimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Andijon qo'riqchilarining boqib yaxshi biznes qilsa bo'ladimi deganlar uchun, albatta aka yaxshi biznes qilsa bo'ladi. Sababi mana o'ylaydi, men o'tgan machada 5000 ta boqardim. Endi 5000 tani 5400 dan tepaga joylab oldim. Endi menga 3-chi kuni xudo xolasa 5000 tani jo'ja qo'yamiz akalar. Bu yerlarga ertaga o'zini anaqa deb tortadigan axlatxonasi keladi. Inshaalloh bugun video berib qo'ydik. Ertaga kelib qolsa, qog'ozlarni olib tashlaymiz xudo xolasa. 2-3 kun qog'ozlarni olib olsak, axlatlarni umuman chiqmaydi. Jo'jaxonasi o'ta pokiza, o'ta chiroyli bo'lib turadi. Akalar buni suyib yeyotgan donaniga kelishsak, doni mana aka. Birinchi kundan mana aka. Samarqand peristartini beryapmiz aka. Mayliligini qarab qo'ying. Bugun mana 2 kundan keyin aka o'zi start olib o'tdi jo'jalar. Tuxum bilan mana. O'tgan yorida qilib tayyorlab qo'ydim u. Tuxumni ko'rib qo'ying. Tuxumlar, eno tuxumlar sotiladi aka 15 mingdan qilingan. Arzimagan bu turadi. Lekin aka, o'ta rezultati baland bo'ladi aka. Berib qo'ying, kam bo'lmaydi xudo xolasa. Bitta jo'jalarimiz baquvvat, chiroyli katta bo'ladi aka. Bu jo'jalarimiz akalar bir haftadan 10 kungacha bo'lgan jo'jalarimiz 14 ming so'm qilib beryapti. Xudo xolasa kimga zarar bo'lsa akalar aloqa etishinglar. Bir haftadan 10 kungacha bo'lganlari shu narsa bo'ladi akalar. 10 kun 15 kundan 25 kungacha bo'lgan jo'jalarimiz ularimiz narxlari xudo xolasa ko'proq olgan odamga 25 ming so'm qo'yamiz. Aralash olaman deganlarga akalar 20 ming so'm qo'yamiz. Xudo xolasa bemalol aloqa etishinglar, pastga nomer qoldiramiz. Istalgan turdagi jo'jani so'raverasizlar. Akalar qanaqa yordam kerak bo'lsa ham ancha yordamini berib olamiz. Xudo xolasa akalar. Kanalga bitta vakil majasini bosib parandachizga aka, bitta obuna qo'ying. Muhammad Ali xursand bo'lib qolasiz. Motivatsiyalardan xursand bo'laman akalar. Mana joylar chiroyli qilib qo'ydim aka. Xudo xolasa 3-4 kun mashagan 5 mingta jo'jamizni qo'yamiz. Kanaldan so'rashinglar, sizlarning kanalga olgani bo'ldi. Kimga Andijon qo'yib kerak bo'lsa, sotuvga tayyor. Bir haftadan 25 kungacha bo'lgan jo'jalarimiz bor. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni podpishka qilish uchun bitta ma'lumot ko'rsatasiz bo'ldi. Videoda Andijon qo'riqchilariga boqmoqchi bo'lgan akalarimizga jo'natib berasizlar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan kanaldagiz Muhammad Ali.